Men hozir bir g'alati odatga duch keldimda va o'ylanib qoldim. Nega bizada aksariyat hovlilarda mashinani hovlining ichiga joylashtirib qo'yishadi? Endi katta hovlilar bo'lsa tushunarli, mulkini uyning ichiga olib qo'ygisi keladi. Lekin bir sotixli uylar nima qilsin? Mana bir sotix 100 kvadrat degani. Shuni choraktasi, ya'ni 20-25 kvadratni o'zi mashina egallab qo'yapti. Buni o'rniga yashil maydon, yozgi oshxona yoki so'ri joylashtirsa bo'ladi. Endi mana sizlarga hozir ko'rsataman. Mana hozir internetdan hovlilarni qarab tursam, qaranglar. Mana shu joyni o'zi mashina egallab qo'yapti-da. Hovli yo'q. Bu kottedj uy, lekin hovlidan asar yo'q. Xuddi domiga o'xshab, shuni uydan darvozadan uyni ichiga kirib ketadi. Uyning ichidan ham xunuk ko'rinadi. Matga mashina qo'yadi, bo'ldi. Xuddi garajda yashayotganga o'xshab qoladi-da. Tashqaridan ko'rinish. Bunaqa holatlarda quyidagicha yechim bersa bo'ladi. Mana qarang, qizil chiziq bor, ya'ni liniya zastroy. Mashina uchun ajratmoqchi bo'lgan darvozaxonangizda shu chiziqdan ichkariga uy solishni boshlaysiz-da, tepasiga boloxona qurasiz, ya'ni konsol qilib chiqarasiz. Mana shu konsol ostida hosil bo'lgan maydon mashina uchun joy bo'lib qoladi. Bemalol peshixod trotuar ham qoladi, katta yo'l ham qoladi. Misol uchun baribir uyga birrov kelib ketsangiz ham mashinangiz tashqariga qoldirib ketasiz, to'g'rimi? Endi keyinchalik mashinangiz doim tashqarida turadi. Zato hovlisi yaxlit bitta bemalol keng hovli paydo bo'lib qoladi. Hozir men sizlarga quyidagi proyektlarda buni namuna tariqasida ko'rsataman. Eron, Iroq shunga o'xshagan davlatlarning dizayn kodi bizaniki bilan deyarli bir xil. Mana bularda quyidagicha yechim. Ko'ryapsizmi mana? Uyni ichkariga solib qo'yibdi. Zato uyni orqasida katta hovli hosil bo'ladi. Mana bu ham bitta yechimda, endi misol uchun. Bemalol ikkita mashina joylashtirsa bo'ladi. Misol uchun so'ri joylashtirsa bo'ladi qolgan maydonda. Mana bu Yaponiyadagi yechim. Xavfsirayotgan bo'lsangiz, mana ko'ryapsizmi? Mana bu yo'l bo'lsa, bu ham yashil maydoni. Mana bu yerda bemalol reshotka qilib mashinangizni panjara ortida bekitib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bunaqa tajriba Yaponiyada juda ko'p qo'llanar ekan va yaqin sharq davlatlarida ham qo'llanadi. Bu narsani o'zimizda qo'llasak ham bo'ladi.